Siz 20 yillik tajribaga ega, ko'plab kitoblar muallifi bo'lgan psixolog Aziza Abdullayeva qabulidasiz. Mening qabulimdagi bemorlar hammasi o'zini dardlariga shifo topib ketgan. Ayting, sizni qanday muammolar qiynayapti? Tinglayman va sizni davolayman. Marhamat. Bilasizmi, gapni nimadan boshlashni bilmayapman. Yoshligimda rosa ko'p travmalar olganman-da, hozir shuni deb rosa qiynalyapman. Siz eng ishonchli, eng zo'r joydasiz. Bu xonaga kelganlar mening qabulimdan shifo topib ketadi. Mening qo'llarimdan asalim. Jinromisiz? Men shifo izlab kelmadim. Men prosta psixolog maslahatiga keldim. O'zingizni bosing, asalim, tinchlaning, qizishmang. O'zi muammo nimada? O'zicha travmalarimdan bittasi, yoshligimda qishki kiyishga kiyimim bo'lmasdi. O'rtoqlarim hammasi men ustimdan kulardi. Dadam bilan oyim bunga rozi bo'lmasdi. O'shaning uchun har doim qish kelishi bilan Dubayga uchib ketardik. Dubayda yashirdik. Dubayda kun issiqligidan nafasim siqardi. Aytgancha bu ham bitta travma. Oyim bilan dadam meni ajratib qo'yishgan. Aytgancha bu ham 3-travma. Singlim bilan ukamga BMW olib berganda, men bo'lsam hali ham Malibuda yuribman. Bu muammo emas, asalim, bu noshukrlik. Tangalarim bor. Voy, noshukrlik qilmadim. Agar noshukrlik qilganimda uyimizda non qolmagan paytlari to'rt yeganimizni aytib berardim. Voy asalim, katta qiz bo'lganingizda bu travmalaringizdan asar ham qolmagandir, ha? Yaqinda Miamidan keldim. Yashash uchun Novostroyga uylar qidiryapman. Bu ham travmami? Voy asalim, bu travma emas, Toshkent to'la uy-ku qurilishlar bo'lyapti. So'nggi paytlarda unaqa uylardan olishga qo'rqyapman, chunki har narsadan muammo chiqadi. Bir qarasa kadastr, bir qarasa unisi, bir qarasa bunisi. O'shaning uchun qo'rqyapman olishga. Kadastri joyda, dokumentlarda umuman muammosi yo'q. Life Group Business turar joyda ikkita loyiha bor. Birinchisi oila, ikkinchisi Choshtepa. Ana, Choshtepa turar joy loyihasidan qudamga, oila loyihasidan o'zimga uy oldim. Mazza. Agar Malibuda yurishga qiynalsangiz, ikkala loyihaning yonida shundoq metro tushgan. Ana! Voy, eng katta muammoyimni hal qilib berdingiz. Rahmat sizga. Menga qarang. Siz o'zi psixologmisiz yoki Life Group biznesini sotuv bo'limida ishlaysizmi? Asalim, aytdim-ku, bu yerga kelganlarning hammasini muammolarini hal qilib beraman. Agar maslahatim yoqqan bo'lsa, azizangizni unutmang.